Nega xotin xo'sh ho'kiz deyishganda kimni ho'kizga o'xshatishgan? Hamchi er. Zori bolalarga o'xshaysiz. Yururgama to buni uchratmang. Qizlar bilan. Yo'q, o'zim. Kim tushida ham urushib chiqadi. Haqiqat aytmaysanmi? Qanaqadir tanishini yoqtirgan ekan u meni o'shanda. Hay, tabiiyman turmushga chiqqan. Yo'q, kimligini aytma, просто shu narsa bo'lganda. Voy, yig'lavaraman hozir. Yoshligimda erki bo'lib o'sganim uchun, puldan muammo bo'lmaganligi uchun men mehnat qilmaganman yoshligimda. Katta boylik qolmagan. Katta bola qolib, talab-taraj bo'lib ketgan. Ha, talab-taraj bo'lib ketgan. Yoshligimni eslasam yig'lagim keladi. Muammo bo'lmasa ham o'zingizni siqilgandek ko'rsatgan vaqtingiz bo'lmagan? Bo'lmagan menda. Menda bo'lgan. Ko'rsatganmisan shunaqa? Endi bo'ladi. Xudo xolisi yaxshi farzandlar bersin Alloh. Inshaalloh mana islom bizga boya aytdi. Hech kimga aytmang dedi. Men shuning uchun hech kimga aytmayman. Unaqa qilmang-da. Ochilmagan qirralari, to'g'risini aytsam, aynan shu homiladorlik paytimda ochildi. Oyimnikiga ketaman degan vaqtingiz bo'ldimi? Voy, Svetam ko'p yirkan davomimizda. Svetam pulagan. Shirinlik. 1, 2, 3. Sambasiyasa. Sambasiyasa.